Kepka kiyma. Abror akam javobni eshitdilarmi? Shunaqa akalar. Kofirni diniy libosini kiymang bo'ldi, tamom. Diniy libosini kiymang. Diniy liboslari bor. Ularda shu dindan deb kiyadi, qaysi tarilkaga o'xshagan do'ppisini. Dindan deb biladigan chakmoni bor. Ularda alohida. Mo chakmon bas, ya'ni o'shani kiyib olsan demang. Dindan deb biladigan mayda krestliklari bor. Shu dinidan, bizni mana shu dinimizning libosi, formasi deganlarni kiymang, qolganini bemalol kiying. Maza qilib, qimmatini olib kiying. Zo'rini kiying. Zo'r tursin. Pachag'ini kiyib qo'ymang. Zo'rini kiying. Zo'r yuringlar bolalar, musulmon bolalar. Hali yiqilib tushgan, osilayotgan, yelkasi chig'anoqda turadigan narsalar kiyib, og'izni ochib yurmasdan zo'r yurish kerak. Har tomonlama ilmda ham yurganingdek bil, bilganingdek yur deydi-yu. Bu gap o'zini mullalarga o'xshatib yuradigan, miyasi yaxshi tepsiz miyasidan alib chiqmaydigan bilimdonlarga ham tegishli shu. O'zingni mullaga o'xshatib yuribsanmi? O'qib qo'y bo'lmasa. Bo'lmasa o'xshatma. O'xshatma bo'lmasa. Sandaqalar shu dinni buzyapti o'shanaqa ahmoqlar. Mana shu tumanimizda bittasini bir joyda Qur'on o'qiganimda katta qori yozib olib ko'rsatuvdi. Men aytdim, endi u odamni topib bir gaplashaman. U odamni og'zini skotchlab qo'yish kerak. Vo shun Qur'on o'qishga haqqi yo'q uni. Ya'ni shuncha qorilarning ichida o'tirib, men hozir xatmimni o'qib qo'yib, meni ishim bor deb chiqarmish. Sandaqa xatm o'qiydigan ahmoq, johil, o'zidan domla yasab olgan shayton, hayvon. Ras o'qimadingmi? Aralashma, shunaqalar. Sandaqa bilimdonlar, Qur'onda xato o'qiydigan, xato maviza qiladigan ahmoqlar. Shunaqalar juda yomon jonga tegdi, shunaqa u dinidan bir pul topadigan tekin tomoqlar. Razillar. Bolalaringga ham aytinglar, shu ma'noda Qur'on yodlasa, yodlamasin o'sha. Shunaqa qori bo'ladigan ahmoqlar. Bir ehson yuraman deb, mavlud o'qiyman deb, xatm o'qiyman deb. Qur'on ilm uchun o'qilmaydi. Alloh guvoh, mashakka bizdan ko'ra yaxshi xizmat qiladigan kelsin, o'sha kuni ketaman shu yerdanman. Men boshqa tomonlama dinimga xizmatni qilib yuraveraman.